Assalomu alaykum. Ha, Sherzodboy. Bahor keldi deb daraxt ekish bilan mas'ulmisiz deyman. Nimalar bilan shug'ullanyapsiz? Assalomu alaykum rais boy, yaxshimisiz? Nima qilyapman? Uydan chiqqan chiqindilarni mana ko'mayapman-da. Ko'milmaganda mana yoqib yuboryapman. Nima qilay boshqa? Ko'mish birinchidan bu tuproqqa zarar, yoqish atrof muhitga zarar. Bu qanchalik to'g'ri bo'ladi bu qiladigan ishlaringiz? Har hafta chiqindi yig'uvchi mahallamizga mashina keladi. O'shanga chiqindilarni topshirsangiz bo'lmaydimi? Men chiqindini topshirmayman. Chiqindini ko'maman, yoqaman. Ota-bobolarimiz ham shu ishni qilib kelgan, men ham shuni qilaman. Men chiqindi uchun bir tiyin to'lamayman. O'zingiz ishingizni qilsangiz bo'lmaydimi? Men ishimga nima qilasiz aralashib? Boring mana qo'shni Sattorning uyida mana kecha janjal bo'lgan, uchastkovoy kelgan. Borib shunga e'tibor bering. Bu uchun javobgarlik mavjud. Javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Sizlarga gapirding nima, gapirmading nima? Boring. Assalomu alaykum Sherzodjon, nevaraga nima bo'ldi bu? Bolam nima qildi ko'zingga? Voy! Rais bova, sizni ko'rganim yaxshi bo'ldi. O'sha kuni bir rais bovoyam asabga o'ynab ketdi. Chiqindini ko'mib keyin yoqib yuborarman. To'g'ri aytgan ekansiz. Bu chiqindini yoqish emas, buni topshirish kerak ekan. Arzimas pulga olib ketishyapti. Sherzodjon yaxshi bo'lmabdi-da. Allohim shifosini bersin, tuzalib ketsin loyim. Sog' bo'lgan, salomat bo'lgan bolajonim. Katta yigitlar bo'lgan. Ehtiyot bo'ling Sherzodjon bundan keyin.